Qadrdonlarim, hammaga xayrli kech. Mana 8-martga bog'cha bolajonlari tomonidan ota-onalar menga sovg'a berishgan. Mana Mehrimog'ning qizchamizni onalari menga 8-martga shunaqa tapochka sovg'a qildilar. Oldiga chiroyli bunaqa sovunli guli bilan. Mana ko'rishingiz mumkin. Sovunli gulchasi ham bor. Sumочкалari ajoyib. Keyin mana bunaqa idishga sovg'aga. Mana bunaqa taxmin sovg'aga. Ko'rib turganingizdek yana bitta salfetka sovg'aga. Mana bunaqa choynik o'g'ilcham sovg'a qildi. O'zi 3-sinfda o'qiydi, 10 yoshli o'g'il. 10 yosh. Shu yil 10 yoshga to'ladi o'g'lim. Iyun oyida menga mana shunaqa choynikchani 8-martga sovg'a qildi oyijon. Meni eslab ishlatib yurasiz deb. Keyin mana bunaqa chiroyli gullar sovg'a qilishdi. Jivoga o'xshaydi. Mana chiroyli gullar sovg'a qilishdi. Va mana bunaqa chiroyli qimmatbaho idishlar sovg'a qilishdi menga bayramga. Bunaqa gullar yana har xil. Yana bunaqa ayollar kiyadigan gamash.